Har bir yurtning eng katta boyligi uning sog'lom va baxtli xalqidir. Yurtimizda aholi salomatligini muhofaza qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ana shu ezgu maqsad yo'lida mamlakatimiz bo'ylab birlamchi tibbiy sanitariya muassasalari fidokorona mehnat qilib kelmoqda. Ey qadri ulug', madhingni kuylaymiz takror va takror. Fidoyilik bilan yuzlaring yorug', ey sen mehri malham aziz shifokor. Ey kasbi mo'tabar, ey qadri ulug', madhingni kuylaymiz takror va takror. Men Pop tumani ko'p tarmoqli markaziy poliklinikaning 3-tibbiy brigada patronaj hamshirasi lavozimida ishlayman. Menga 1012 ta aholi biriktirilgan bo'lib, ularga sidqidildan xizmat ko'rsatib kelmoqdaman. Mardlikdir el uchun xatarga borma, ko'rinmas. Men xonadonlarga tashrif buyurib, homilador ayollar, chaqaloqlar, bolalar, keksalar va surunkali kasalligi bor fuqarolarning sog'ligini nazorat qilaman. Zarur tavsiyalar beraman, skrining va profilaktik tadbirlarni o'tkazaman. Patronaj qizimiz Gulhayo har kuni xabar olib turadilar. Tanijonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Doktorga muhtojman, mana xabar olib, qo'llarimda qilib turibdilar. Rahmat, tanijonlari sog' bo'lsin. Hozirgi raqamli iqtisodiyotda rivojlangan O'zbekistonimizda hamma tizimlar o'zini sohasi bo'yicha rivojlanib kelmoqda. Tumanimizda tibbiyot sohasida ham rivojlanib kelmoqda. Oldinlari biz poliklinikaga borganimizda navbat kutardik, ochilib bo'lardi. Hozirga kelib Demet ilovasi chiqib, ancha rivojlandiki, o'zimiz telefonimizga ilovani o'rnatib olib, shifokorga ochilib yozdirishimiz mumkin. Hamda borib ko'rinishimiz mumkin. Ko'ringanimizdan keyin albatta bizning analiz natijalarimiz chiqadi. Shifokorimiz yozib bergan analiz natijalarimiz o'sha ilovada saqlanib turadi. Bu albatta xalq uchun qulay tizim deb hisoblayman. Asta yuraklarga har dam parvona. Ey hamshira. Mahallamiz hamshirasi Gulhayoxon birinchi uyimizga kirib kelgandayoq menga juda yoqqan. Nihoyatda samimiy, bizga kerakli maslahatlarni beradi. Har bir tashrif yakunida bajarilgan ishlar Demet tizimiga o'z vaqtida kiritiladi. Bu esa tibbiy xizmatni sifatini oshirish, aholiga tezkor va samarali yordam ko'rsatishga xizmat qiladi. Bizning maqsadimiz kasallikni davolash emas, uning oldini olish. Chunki inson salomatligi eng oliy qadriyat. Men shu ish jarayonimda salomatlik marafoni aksiyasi, sog'lom ona va bola oila tayanchi aksiyasi va mehrli shabboda aksiyasida faol ishtirok etib kelmoqdaman. Sog'lom ona va bola aksiyalarida bepul dori-darmonlar yetkazib berdim. Salomatlik marafoni aksiyasida aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, kasallikni oldini olish va tibbiy ko'riklarga jalb etish ishlarini amalga oshirdim. Sog'lom ona va bola oila tayanchi aksiyasida biriktirilgan hududlardagi aholiga dori-darmon va vitamin vositalarini tarqatish ishlarida ishtirok etdim. Homilador ayollar, yosh bolalar hamda oilalarga dori vositalarini to'g'ri qabul qilish bo'yicha tavsiyalar berdim. Mehrli shabboda aksiyasida yakka yolg'iz nuroniylarimizni holidan xabar olib, anomal issiq paytida ventilyatorlar va bepul dori-darmonlar yetkazib berdik. Ularning holidan esa muntazam xabar olib keldik. Zamon bilan hamnafas bo'lish uchun sun'iy intellekt bo'yicha ham o'qib, sertifikat oldim. Endi bu bilimlarni ishimizda qo'llab, aholiga yanada sifatli xizmat ko'rsatishga intilyapman. Aziz mustaqilligimizning 35 yilligi muborak bo'lsin.